Assalomu alaykum do'stlarim. Bir kuni juda bir qiziq voqea bo'ldi. O'z ko'zlarim bilan mikroskopsiz o'qib qolarsiz, hech qanday bir kattalashtiruvchi qolarsiz, o'z ko'zim bilan bakteriyalarni kuzatdim. Bu juda ham menga g'alati tuyuldi. Xuddi mana shu oddiy buyumlarni kuzatgandek hujayralarni, bakteriyalarni kuzatdim. Keling, hozir birga tajriba qilib ko'ramiz. Keyin yana uni tahlil qilamiz keyinroq. O'rtalarım uchun bizga suyuqlik kerak bo'ladi, aralashma. Hozir men oldim, sizlarga suyuqlik tiqib qo'shsam bo'ladi, aralashma bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Demak, hozir biz bir tomchisini tomizib olamiz. Mana qarang, bosh telefonni spichkasidan foydalanyapman. Bir 40 santimetrga ko'taramizda sal xiyolab ushlab turamiz. Tomchilik hamlarni yaqinlashtiramiz. 1-2 santimetr yaqinlashtiramiz. 1-2 santimetrgacha yaqinlashtiramiz. Yurtlarımızda tasvir o'xshamasa, kamerani sinematik rejimiga qo'yish kerak. Sinematik. Boshdan aytmoqchiman. Abituriyent yllarimda bundan taxminan 10 yillar oldin son bakteriyalar mavzusiga kelib qolganimizda biologiyada o'sha son bakteriyalarni tayyorlab ko'rdim, ularni kuzatib, har xil tajribalar qildim. Tasodifan mana shu hodisani ko'rib qoldim. Keyin tabiiyki o'qituvchilarga aytdim, ustozlarimizga, atrofdagi kursdoshlarimga, hammaga aytdim. Ular e'tibor berib qo'yib qoldi, lekin bilasizlar, bizda tajribalar amaliy qismi sal oqsaydi. O'sha hisobga bu loyiha ancha to'xtab qoldi. O'zlab qoldi desak to'g'riroq bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda, sodda qilib aytganda. Endi men nima qilmoqchiman? Bu narsani o'sha har kuni ozgina bo'lsa ham, to'xtab qolgandan ko'ra ozgina bo'lsa ham mana shu har xil suyuqliklarda tajriba o'tkazib, o'sha olimlarni, fan mutaxassislarni fikrlarini bilib, qani ko'raylikchi, soddaroq bu o'zi nima ekan, qanaqa ekan, tahlil qilib o'zini nimalardan qo'llash mumkin, qayerda qo'llasak bo'ladi degan ma'noda ijtimoiy tarmoqlar orqali qisqacha blog yurtmoqchiman. Qisqasi aytganda o'sha blogda o'sha narsani yozmoqchiman. Bu funksiya ko'zga nima uchun kerak? Misol uchun mayda zarralarni ko'rish nima uchun kerak? Balki buni o'sha qadimda ajdodlarimiz foydalanishgandir. Tibbiy maqsadlarda yoki boshqa bir maqsadlarda. Mana yaqinda emas, eshitib qolganman. Baliqlarga qaraganda, misol uchun akvariumdagi baliqlarga qarab, inson qarashi, uni kuzatishi, undan zavq olishi insonning jigariga foydasi bor. Shunchaki o'zim taxmin aytyapman. Balki qanaqadir shunaqa suv bir hujayralarda hayvonlar bordir. Misol uchun ularni qaraganda qanaqadir odam tanasida qanaqadir o'zgarishlar kechadi. Men shaxsan bo'lsam, bu birinchisi. Keyingisi mana misol uchun bu har bitta telefonda bu imkoniyat bor, to'g'rimi? Agar o'sha imkoniyat bor deb oladigan bo'lsak, bundan qanday foydalanishimiz mumkin deb biroz o'yladim va o'zimni qisqa xulosam men o'ylaymanki, misol uchun har bitta insonda qon tahlilini oladigan bo'lsak, misol uchun ishdan keldingizda bir tomchi qoningizda namni olib, uni boyagi ko'rsatgandek suratga tushirishingizda
hozir shunaqa dasturlar bor. Mikroskopik tasvirlarni tahlil qilib beradigan dasturlar bor. Yo bo'lmasa o'zingiz oddiy shifokoringizgami yo oilaviy shifokorga ham o'sha narsani yubordingiz yoki rasmini yoki videoga olib yubordingizda u tahlil natijalarini sizga olib berdi. Endi chunki u dasturlar qiyinda, misol uchun o'zingiz so'z jumlasini tushunganingizdan unga yuklash hozircha to'g'ridan to'g'ri sal qiyinroq. O'shaning uchun misol uchun mutaxassisga yuborgan taqdirimizda ham boshlanishiga men o'ylayman, uydan chiqmay turib tahlillar olish, qanaqadir inson o'zini laboratoriyaga bormasdan turib kuzatish imkoniyati bo'lishi mumkin va shunga o'xshash sohalarda qo'llash mumkinmikan deb o'ylab, o'zimda shu qisqa sodda tahlil natijalarimni nima desam, xulosalarimni berib olmoqchiman bu vlog orqali. Bu vlogni yuritishdan maqsadim shu. Buguncha hozircha qisqacha shu. O'rtoqlar, yana videolarda yana ham bu narsani kengroq yoritib berishga, qo'limdan kelgancha yoritib berishga harakat qilaman.